Siz noqutning uzuqlik qiymati intayin yuqori. Manda o'xshagan noqut pishirishni o'rganib oladigan bo'lsangiz, cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydi. Qaranglar o'xshab ketganiga. Xonim qizlar noqut yeb suyini ichib berganda qon to'liqlaydi, taq sapkini suslashtirib, chiroy go'zallashtirdi. Oila chuqur ritib sinab yiqqanlarjimi, ta'mi gap ketmaydi. Avval o'zimizning ehtiyojiga qarata noqutni bir kun avval sovuqchilib olamiz. Noqutni o'zidan biroz yo'g'inab, mana mush xil holatga ketganda, noqutni pokiz yuvib, quruq qozonga silib, muvofiq miqdorda suv quyib qaynatamiz. Taxminan 25 minut atrofida qaynatsanglar bo'ldi. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Bu jarayonda biz sabzi bilan piyozni inchik siralatib to'g'rab olamiz. Noqut pishay deganda 2 gram atrofida suvda silib, tekshirlashtirib 5 minut qaynatamiz. Bundaqa vaqtimizda noqut intay yumshoq pishidi. Qozonga azroq moy qo'yib, piyozni silib bekroq qo'rib olgandan keyin sabzini silib qo'raymiz. Uningdagi yarim qo'shq atrofida tuz solamiz. Uningdagi noqut suyidan bir chin atrofida quyib, noqutni solamiz. Endi buningga tam xurishlardan boshqa tam xurishlarni silishining hojati yo'q. Cho'ng ustamning yangidan chiqqan yakan samsaqliq yog'mish qiyomidan bir qo'shq atrofida silvasak, rangi, ta'mi ajoyib chiroyli chiqadi. Uningdagi bir qo'shq zir silib, ochiq suvdan azroq qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligiga qimsilan bir shiltib sinab yiqqanlar ta'mi gap ketmaydi. Endi buni tuxumlar bilan yeydigan bo'lsak, ajoyib quvvat bo'ldijimi? Oilada cho'qim ritib sinab yiqqanlar ta'mi gap ketmaydi. O'rganib oldingizmi? Hammaylar bilamiz, noqutning